tarbiyasi. Kitap hayotning eng juloliq va shirin ne'matlarining birisi. İnsaniyet medeniyetining ulug' xazinasi. Bir odamning bilim va tafakkur usuli shu odamning qanchalik kitob o'qishiga bog'liq bo'ldi. Shuningga o'xshash bir millatning safosimi xeyli zo'r darajada shu millat kishilarining kitob o'qish ahvoliga munosabatli bo'ldi. Qarab baqsaq, kitob o'qishga erishgan millatlar dal hayotiy kuchi urg'ib turgan raqobat angi kuchli millatlar ekanligini bayqaymiz. 2011-yili elib berilgan dunyodagi har qaysi davlatlarning kitob o'qish nisbati haqidagi statistikada ma'lum bo'lishicha, Yahudilar yiliga o'ttir hisob bilan 64 parcha, Ruslar 55 parcha, Amerikaliklar 50 parcha, Yaponlar 40 parcha, Koreyaliklar 11 parcha kitob o'qiydi ekan. Fransiyada ayollar o'ttir hisob bilan yili 12 parcha, erlar 9 parcha kitob o'qiydi ekan. Chungo'liqlar bo'lsa 2.8 parcha kitob o'qiydi ekan. Amsa Uyg'urlarning kitob o'qish nisbati qanchalikdir? Oilani idora qiluvchi, farzandning tunji ustozi bo'lgan Uyg'ur ayollarining kitob o'qish ahvoli-chi? Qo'limizda bu to'g'riliq aniq sonliq ma'lumot bo'lmasa-mu, javobning ko'ngilni g'ash qildiganligi hammamizga ayon. Oilani idora qilishmi xuddi bir elni idora qilganga o'xshaydi. Elni boshqarish kishining qancha cho'nqir ilm, aql, farosat va chora tadbir va sabrchanlik talab qilsa, oilami ayoldan bilimlik, farosatli bo'lishni, har ishda astoydil, sabrchan bo'lishni talab qildi. Bunday farosat osmondan tushmaydi. U faqat ayolning har vaqt kitob o'qib turishi, uzluksiz o'rganib, o'zini davomli to'liqlab, yangilab, mukammallashtirib turishidan keldi. Shundala u ayollik va onalik majburiyatini eng yaxshi ravishda ado qila oladi. Maktab ma'rif o'rganish manzillarining faqat bir halqasi. Vaqt cheklimiz tufayli maktabning bir odamga o'rgatilgani nihoyat cheklik bo'ldi. Ammo o'rganish u umr bo'yi davomlashadi. Ayollar uchun texmi shundoq bo'lishi kerak. Aljeriya ozodlik harakatining mashhur rahbari, islohotchi Ibn Badiz mundaq degan: kimki bir erga ilm o'rgatadigan, u faqat birla odamga o'rgatgan bo'ldi. Kimki bir ayolga ilm o'rgatadigan, u bir qavmga o'rgatgan bo'ladi degan. Tanning ozuqi taom bo'lsa, ruhning ozuqi ilm hikmat. Onaning qalbi farzandning maktabidir. Kitobga yarish onaning qalbidan urg'o'g'an ilm ma'rifat siyosiy farzandga eng yaxshi tarbiyani berib, uning hayot yo'llarini yuritadi. Ay o'tib, yil o'tib, qo'liga kitob olmaydigan onaning qalbi qop-quruq bo'lib, na o'zini yuritishga, na farzandini to'g'ri yo'lga solishga yaramaydi. Uyg'ur ayollarda kitob o'qimaslik masalasi haqiqatan og'ir. Hattoki kitob o'qimaslik odatga aylanib ketgan. Mayli aran savodi borlar bo'lsin yoki oliy ma'rif tarbiyasi ko'rganlar bo'lsin, biz ayollarda kitobga bo'lgan ishtiyoqni ko'ra olmaymiz. Qarab baqsaq, xizmat talabi, unvon ehtiyoji uchun, mavjudlik uchun, insoniy kamolot uchun kitob o'qiydigan ayollar bek oz. Ko'nglimizni bakmi yarim qildig'ini, ayollar so'rinda ilm bilan kitobdan bo'lak jimi gap so'zlar bo'linadi. Bizdek jamoatchilik eng kuchli millatlarda choy o'tirishlar bek ko'p. Nimishqa hech bo'lmasa mushu yeb ichish, behuda parangdan boshqa ish yo'q so'rinlarimizni ilm so'riniga, yaxshi kitoblarni o'zaro tavsiya qilishadigan, muloyiza qiladigan so'ringa, farzand tarbiyalash haqida o'zaro fikr almashtiradigan, bu vaqtdagi yaxshi kitob, yaxshi chora usul, tajribalarni tunishtiradigan so'ringa aylantirmaymiz. Mening his qilishimcha, Uyg'ur ayollarining kitob o'qimasligida mundaq ikki turli sabab bo'lishi mumkin. Birinchi, kitob o'qishning ahamiyati, qimmati, uning shaxs va jamiyat ko'rsatadigan kuch-qudratini tunib yetolmaslik. Ikkinchi, kitob o'qishga rag'batlantiradigan, turtki bo'ladigan, qo'llaydigan ijtimoiy muhit, shart-sharoit va rag'batlantiruvchi kuchning bo'lmasligi. Men boshlang'ich maktabga chaqimda Urumchi shahridagi boshlang'ich maktablar aro kitob o'qish, maqol yozish, nutq so'zlash musobaqalari doim o'tkazilib turiladi. Biz zo'r ishtiyoq bilan o'zimiz yozgan maqolalarni o'zimiz jonliq dikilmasiya qilib, birinchi, ikkinchilikni tanlashatdik. O'ylasam, kitobga bo'lgan ashu rag'bat bolalarni dastlabki kitobga bog'laydi ekan. Rossiyalik Lona Charsky mundaq degan:
Kitap o'qimaydigan savodliq odam nimaga masqatar? Bundaq odam yana takror savodsizlikqa mahkumdir. Haqiqatan kitap o'qimaslikni savodsizlikning yana bir turi deyishga haqliqmiz. Ayollar o'zini va dunyoni bilish uchun kitap o'qish kerak. Har vaqt erni o'ziga bog'lab turadigan farosatlik, mehrli xotin bo'lish uchun kitap o'qish kerak. Yaramli farzand tarbiyalash uchun kitap o'qish kerak. Oilani baxт qurg'oniga aylantirish uchun kitap o'qish kerak. İjtimoiy taraqqiyotga bir kishilik hissa qo'sha oladigan jamiyatning tirik hujayrasi bo'lish uchun kitob o'qish kerak. Agar mushu tarzda yozsak, kitob o'qishga bo'lgan minglab ehtiyojni yozish mumkin. Ayolning vaqti cheklik va to'liq qimmatlik. Shunga xuddi do'stni tanlab tutgandek, kitobni tanlab o'qish, qaysi mazmundagi kitoblarni o'qishmi ta'kidlashga tegishli masala. Men bir qism ayollarni taniyman. Ularni kitob o'qimaydi desam yolg'on bo'ldi. Biroq o'qigandan hech bir manfaat, unum hosil qilinmaslikda ular kitob o'qimaganga barobar. Chunki ularning o'qiydigani butunlay sun'iy to'qilmalar bilan yozilgan oddiy turmush voqealiklardagi ishqi muhabbatdan o'zga parang yo'q hikoya romanlar. Kitob o'qishdagi eng chong maqsad uningdan manfaatlanish. Kitobdagi ilm hikmat, ilg'or ideya, aktiv tafakkurni o'rganish va hayotimizga tatbiqlash. Ammo iç pushqini chiqarish uchun kalla ketmaydigan, bizni o'ylantira olmaydigan, tafakkurga boshlay olmaydigan kitoblarni o'qish vaqt isrof qilishdan boshqa narsa emas. Shunga hazm qilish oson, ko'ngil echish xarakterdagi kitoblar ayollarimizning tanlash doirasidan neri turish kerak. Klassik asarlar adab axloq, farzand tarbiyasi, tarix, falsafa, ijtimoiy masalalar tema qilingan, shundaqla mashhur yozuvchi adiblarning asarlari bizga haqiqiy naf berib, aql quvvatimizni oshirdi. Bizda eng go'zal orzu tilaklarni uyg'otdi. Bizga oliyjanob maslahat berdi. Kitob bizning illatlarimizni xuddi o't mayin eritgandek eritdi. Chunki kitobning odam tarbiyalash kuchi hatto muntasim maktablar olgan bilimning qudratidan cho'ng. Abdurahmon Jamiyning kitob haqidagi munir misralari ayollarimizga o'rnak bo'lsin deyman. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'rim bo'lgan u g'amlik zamonda. U bilan qol tanha hech bermas azor. Jiningga yuz rohat bergusi takror. 4. Yaxshi ulgu tiklash tarbiyasi. Zaminning obod bo'lish uchun odamning xurujiga aqlimi, hissiyotim aralashtirilib ekan. Shunga biz atrofdagi odam, voqea, hodisalarning ta'siriga uchrab turamiz. Gohillardan so'yinib, zo'qlansak, gohillarga yoq tutamiz. Ayollar hissiyotchan bo'lishda xususiyati bilan ish hodisalardan texim oson ta'sirlanadi va nihoyat tizmoyilligini ifodalaydi. Yaxshi ulga ming ig'iz nasihatdan ortiq degan gap bor. Diyonatlik, o'z mas'uliyatini tonigan va ado qilgan fazilatli ayol mundoq bo'ldi. Deydigan yaxshi ulguni tiklash ayollar tarbiyasida nihoyat muhim o'rin turdi. Diyonatlik, o'z mas'uliyatini tonigan va ado qilgan fazilatli ayol mundoq bo'ldi deydigan yaxshi ulguni tiklash ayollar tarbiyasida nihoyat muhim o'rin turdi. Bugünkidek uchur davrda kishilar turmushiga eng yaqin turayotgan televizor, kino, e'lon va gazet jurnal, matbuot vositalari buningda xili cho'ng rol o'ynaydi. Navoda biror salbiy hodisa ijobiy voqea sifatida tashviq qilinib, hurmat libosi kiydirilsa, bu kishilarning ideyasidagi to'g'ri xato qarashini ostin-ustun qilib o'talaydi. Go'zallik ayblanib, xunuk ko'rsatilsa, kishilar uningdan xudiksiraydigan bo'lib qoldi. Chunki odamlarning aqli o'xshash darajada emas. Necha oyning oldida radioda bir qatimliq bolalar programmasini anglab qoldim. Riyosatchi programmada naqshi aytib, usul o'ynab, mamlakatlik musobaqalarda mukofotga erishgan 9 yoshli bir qizni onasi bilan ziyorat qildi. 9 yoshga kirgan qiz Uyg'ur tilining grammatik qoidalariga uyg'un so'zlay olmaydi. Onasi qizini 4 yoshda naqsh usulda maxsus tarbiyalash o'rniga olib berganligini, erishgan mukofotlarini og'ziga tegmay qattiq faxrlanish bilan so'zlab ketdi. Riyosatchi ona bola ikkisini rosa maqtagandan keyin radio oldidagi bolalarni bu qizdan o'rganishga chaqirib, programmani oxirlashtirdi. Bolasi 9 yoshga kirguncha o'z ona tilida ravon so'zlashni o'rgatolmagan ona bola tarbiyasi haqida so'zlash salohiyatiga egami?
Bu orqali onalarga qizini mushundaq tarbiyalagan ana munavvar ona bo'ldi demoqchimi? San'atning roli haddidan ziyoda ko'ptirilib, mubolag'a qilinayotgan sharoitimizda yana mushundaq kichik artistlarni tashviq qilishning nima zaruriyati? Biz nimishqa oq qorini farq etish iqtidori texi to'liq yetilmagan bolalarimizning qalbida ilm fanga, kitobga muhabbat uyg'otishning o'rniga naqsh usul degan odamni ashundoq munbarlarga elib chiqib mashhur qildigan, jimi odamning maqtishiga sazovor qildigan buyuk ishkan deganni singdirmiz. Bundaq ulgi bilan biz orzu qilgan ulug' ana, diyonatlik ayolni tarbiyalagan bo'lmaydi. Bizdagi ayollar tarbiyasi haqida yozilgan asarlarda shakiliga esilib mohiyatga ko'chmaslik masalasi mavjud. Bumu yaxshi ulgi tiklashdagi bir to'salg'u. Qarasangiz bir kitoblarning ba'zilarida chochni qandoq yasash kerak, lav suruqni qandoq surish kerak, qandoq rangli ko'ptiga, qandoq rangli yubkani kaysi yarashidi degandek siyoh qog'oz isrof qildigan mazmunlar xeyli ko'p o'rin egallaydi. Qarab beqing, choch yasash salonlari, pardozxonlar qadamni bir putlashib turdi. Uning xaridorlari uzilmaydi. Savdo savod, ko'chalar girimni bo'lishiga qilib, ochqil bo'ldiganlik yerlarini echib, ko'z-ko'z qilg'uchi qiz ayollar bilan liq to'lgan. Ayollarga nisbatan yasinish, tarinish tilga olsa bo'ladigan nuqta. Ammo bugünkidek yasinish, tarinishdan boshqa oliy g'oyasi va qiziqishi bo'lmagan ayollar ko'payayotgan, tashqi ko'rinishga ahamiyat berib, ma'naviyatimiz quruqdilib qilayotgan sharoitda siz yezib o'tirmasingizmi, buni ayollarimiz haq dodiga yetkazib o'tganlik. Bizga ayollarning ruhiga ta'sir qiladigan, ruhni yanglashga turtki bo'la oladigan asarlar kerak. Ulug' ana mas'uliyatchan ayolni tarbiyalash uchun radio, televizor va matbuot vositalarimizda qiyib ketgan, ezib ketgan emas, dal joyiga tushgan yaxshi ulgini to'g'ri bayqab, shuni ko'rsatish va tashviq qilish kerak. Qoida va tabliğdan, mushundaq maqoldan natjini yozgandan bir yaxshi ulgining ta'siri cho'ng bo'ldi. 5. Ayollar yig'ilmsin. Yer yuzida insoniy muhabbatning eng oliy o'rnakini ko'rsatuvchi, o'zini butunlay unutib, xolis, bag'ishlash ruhi bilan oila va farzand uchun eng ko'p qurbonlik berguchi fidokor inson faqat ayoldir. Qaysi bir kitobda o'g'il bolaning hayoti tug'ilgan kundan boshlanadi, qiz bolaning hayoti to'y qilgan kunidan boshlanadi degan so'zni o'qiganimizda, oila bo'sug'isidan otlagan kundan boshlab oilaning hech tamossiz mehnatlik amgaki boshlandi. Yana kelib bu amgak 1-2 yillik muddatda oyoqlashadigan bo'lmasdan, ayolning umrining oxirigacha har minut, har nafasda izchil davomlashadi. Oilasining baxti, farzandining istiqboli uchun yoshligini, aql-farosatini, hayotini fido qilib, shamdek erib tugaydigan bu qadar hech g'arizsiz fidokorlikni faqat ayollar qila oladi. Acaba mushu fidokorlik bilan ayol erning muhabbatiga, qadrlashiga, hurmatiga erishishiga loyiq emasmi? Bu qadar xolis muhabbat va mehnat uchun erning asrashiga va kuyunishiga haqliq emasmi? Ayollarning universal selishtirmasida erlardan ojizligi bir reallik. Er masalalarni kuzatish va qaror berishda aqlga moyilligi, yiroqni ko'rarligi, ko'ngli ko'ksining keng, apuchanligi, jismoniy quvvati kuchlik, ruhiyatda ham og'ir mas'uliyatni ustiga olishga loyiq yoritilganlik bilan ayollarning homiylar hisoblanadi. Realligimizda erlar o'zlariga farz qilingan bu homiylikni qanchalik ado qilyotidi? Bir Uyg'ur bilan to'y qilgan angliyalik ayol o'tgan yil erining janubdagi yurtiga tuqqa yo'qlashga kelib, qaytishida Urumchida o'z ta'sirotini so'zlagan. O'ziga yangilik tuyulgan ba'zi ishlarni deb kelib, men u yerda xili ko'p Uyg'ur ayollari bilan uchrashdim. Meni hayron qoldirgani bu ayollar to'la yig'laydi ekan. Uyg'ur ayollari nemishqa yig'laydi degan. Uyg'ur ayollari nemishqa yig'laydi degan bu savol necha kungacha kallamda aks etib turdi. Zimmasiga yuklangan majburiyatini ado qilmagan, zamon kulfatlaridan qiz ayollarni qo'g'dashning o'rniga qo'shlab turmush kulfati bilan ayolini qadrsiz qilgan erlar ko'p yerda ayollarning ko'zi yoshliq, dili g'amlik, bolalarning ruhi sungan, baxti kamtik bo'ldi. Sizlarning yaxshilaringlar o'z ahli ayoliga yaxshi muomalada bo'lganidir
degan ta'limotni unutib ketgan. Ko'zi dunyodan boshqani ko'ra olmaydigan erlar ko'p yerda, ayolning yig'isi ko'p bo'ldi. Men hozirgacha uchratgan, suhbatlashgan ayollar orasida eri havoyi havasning keyini kirib, uyni buzgan, balaroq atliq mehr va tarbiyani emas, bir tiyin bermay 4-5 balını beqishni xotin artib qo'yibla, yangi xotin bilan shirin turmushni boshlab olgan. Ana qushdek balalarni panoyiq ilib, ham ana, ham yo'qni bor qildigan dada bo'lib yashayotgan ayollar xeyli ko'p. O'zining ko'ngli uchun ayoli va balalarini hayotning go'zal nesibalaridan mahrum qilib, muhtojlik ko'chasiga solgan er la'nat o'qlariga ko'milishga loyiq. Ayoli uchun, tarbiyasiz qolgan balalar uchun yaratquchi oldida vatan oldida javobgardir. Bir kishi Umar raziyallohu anhuning yanına kelib, "Men ayolimni yaxshi ko'rmayman, shuning uchun uni taloq qilaman" deganda, Umar raziyallohu anhu, "Ayolingni yaxshi ko'rmasangmi, nikohga vafo, oilaga rioya qilish, mas'ul bo'lish deganlari yo'qmi? Yo'q bo'lsa, dunyodagi uylarning hammasining ichi muhabbat bilan to'lganmi?" degan. Haqiqatan ayollar erlarning hamshirlaridir. Ayolini hurmatlagan er asli o'zi hurmatli erdir. Ayolni xorlagan er asli tegi past erdir. Yomonlik to'smalari echib o'tilgan, fitna fasod ko'paygan zamonda ayollar xatolashsa, ezib ketsa, uni mehr-muhabbat va to'g'ri tarbiya bilan oilaga qaytarib akilalaydigini er bo'lish kerak. Chunki er u shafqatli dada, chunki er u kuyimchan aka va afka, chunki er u merhametlik dağa. Çünkü er u ulug' nikoh bilan bu amonatni halollab olg'uchi umrlik hamroh. Arablarda mundaq bir hikmat bor. Ayol erga yo'g'onchilik qilmaslik uchun uning bosh so'ngida yaratilmagan. Shundaqla xar bo'lib qolmaslik uchun erning put so'ngida yaratilmagan. Balki erning qanoti ostida turishi, qalbiga yaqin turish uchun qo'rg'isidan yaratilgan. Erning muhabbati u yolg'iz ayolga berilgan muhabbat emas. Ayolni himoyasiga olgan, tarbiyalagan, hurmatlagan er ummat saodati bilan bog'langan diyonatlik ayolni vujudga chiqarish babida vatanni so'ygan bo'ldi. Kelgusining onalari bo'lgan qiz farzandlarini otliq muhabbat ham mas'uliyat bilan yaxshi tarbiyalagan er vatan uchun ulug' bir xizmat taqdim etgan bo'ldi. O'z ahli ayolni himoyasiga elib, ikki dunyolik baxtini qo'ldan bermagan, oilani barpo qilgan er ashunga o'xshash oilalarning ko'payishi bilan baxti ichiladigan vatanning baxtiga his qo'shgan bo'ldi. Uyg'ur erlari orasida ayolga bo'lgan muhabbatni, farzand va oilaga bo'lgan burishni, vatanga bo'lgan sevgi va mas'uliyatga bog'lab tushungan erlar qanchalik chiqar? Talab o'lchamni ayollarga qo'ydik. Ammo shunisi haqiqatki, o'ziga farz qilingan, otliq majburiyatni tunagan va eng yaxshi ado qilgan erlar bo'lmasa, biz ruhiy to'q ona bo'lish shartlarini hozirlagan safoliq qiz bo'la olmaymiz. Erlik mas'uliyatni yaxshi ado qilib, ayolini so'ygan, qadrlagan, asragan va qo'g'digan erlar bo'lmasa, biz ulug' ona va yaramliq ayol bo'la olmaymiz. Haq ato qilgan zaman, makon nisibimiz bilan shundoq bir zaman yashayotimiz. Raqobat va xiris hammani vahimaga solgan. Turli madaniyatlar o'zaro ustunlik talashayotgan. Axloq va an'ana qo'rg'onlarimiz yemirilayotgan. Moddiy rohat farog'at hayotning g'oyis qilingan. Bular bizga ta'sir ko'rsatmoqda, bizni g'idiqlamoqda. Ayollar bu o'zgarishlarning markazida turmoqda. Qiz ayollar tarbiyasi Uyg'ur jamiyatidagi har bir shaxs, har bir oila, butkul jamiyat jiddiy ahamiyat berishga tegishli muhim masala. Chunki izimizni avloddan avlod qo'lga oladigan, ikki dunyolik baxtni qo'ldan bermaydigan avlodlik, onalik sharafini tushungan, uningdan iftixorlangan, diyonatlik ayolsiz vujudga chiqmaydi. Biz muhtoj bo'layotgan mukammal oila, ayollik va onalik haqlarini joyida ado qilgan tarbiyalik ayolsiz barpo bo'lmaydi. Yuksalgan davlat, fazilatlik jamiyat shaxsiy g'am qayg'usi va orzu-armonlarini vatan g'ami va istiqbolga bog'lay olgan aql ayolsiz borliq kelmaydi. Qismatlarimiz ayolsiz yezilmas, yo'llarimiz ayolsiz tuzalmas, istaklarimiz ayolsiz chechaklamas. Tirishqanlarga yanada fursat va umid bor.
Tarixdan qolgan ochiq savoq shuki, faciani ko'rib turibmi, midirlamag'anlarning beshida palakning chaqi ta'tir cho'gligini cho'gligan.